Bo'lishi mumkin emas devorasiz, men bu uyni sotixini aytsam. Bunaqangi planirovkani bunaqa kichkina maydonga qursa bo'lar ekan. Ko'rib o'tganinglardek 6 ta bir xil kottejlarimiz tushyapti. Men bu yoqdan katta yo'l o'tkaziladi, katta ko'chaga olib chiqadigan. Hozir men sizlarga ichkari planirovkalarni ko'rsatib beraman. Qibray O'nqo'rg'onga kelganimizda Kattobog' mahallasi 6 ta bir xil kottejlarimiz tushyapti. 5 xonadan iborat. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Kiraverish darvozaxonasi bemalol 2-3 ta mashina joylashtirsanglar bo'ladi. Biz hovli qismidamiz, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Kattagina keng joy qoldirilgan. Planirovka juda ham chiroyli bo'lgan. Uyga kirganda chap tomondan bu yoqda ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz, to'g'rida oshxona, mana bu yoqda bo'lsa katta bitta zalimiz tushyapti. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ladi. Zindan shundoqqina ko'tarilganinglarda to'g'rida bitta katta zal tushadi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa panoramli oynalar bo'ladi. Bu yoqdan mana hovlini ham birov ko'rsatib beraman. Demak, zindan chiqqaninglarda chapda bitta родительский spalni tushyapti. Bu yoqda bo'lsa yana bitta xonamiz bor. Bu yoq bolalar xonasi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqda umumiy bitta sanuzilimiz tushyapti va bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman, Qibray O'nqo'rg'onga kelganimizda Kattobog' mahallasi 2 sotixdan 6 ta bir xil kottejlarimiz. Ekranda telefon raqami va narxini qoldiraman, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik, bizdan uzoqlashmanglar.